Aka opa singillar, hammalarga assalomu alaykum. Ushbu ko'rib turgan avtobuslar bugungi kunda ikkinchi reysimiz, davlat tomonidan qo'yilgan qonuniy reyslar. Aka opa singillar, kimda kim Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga ketish istagida bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Bizda shu pryamoy reyslar. Shu nomerlarga telefon qilsanglar, barcha batafsil ma'lumotlarni olasizlar. Sankt-Peterburgdagi akalarimiz pryamoy reys yo'q, Peterdan aka opa singillar. Через Moskva amalga oshadi reyslar. Shaharda bo'lsanglar, taksis bolalar bo'ladi. Eshiklar tagidan olib, avtobusimizni oldiga eshikning tagiga yetkazib qo'yadi. Общий summani gaplashiladi. Peterga avtobus qo'ysak, avtobus to'lmayapti akalar. Odam endi 2-3 kun kutishga, hozirgi sharoitlarda, hozirgi zamonlarda 2-3 kun hech kim kutmaydi. O'sha nisbatiga Peterga pryamoy reys hali qo'yilmadi. Через Moskva, через yengil mashina, Moskvagacha yengil mashinada u yog'iga shunaqa avtobusda ketiladi. Dokumentida muammosi bo'lsa, yurtdoshlarimizni shopir akalar, starshий bolalar yordam berib olib chiqib ketadi. Jicha salomatligini qilsanglar bo'ldi, aka opa singillar. Yukka keladigan bo'lsa, yuk endi ограничение yo'q deymiz yukka. Yukni просто ixchamgina mana akalar olib keldi, somkalarda. Shunaqa ixchamgina qilib olib kelsa, 2 tami, 3 tami, 4 tami somka yukka oshiqcha biz pul olmaymiz. Aka opa singillar, так что tanlovlarda adashmanglar. Pryamoy reyslarga murojaat qilinglar. Shu sizlarni yetkazish, yurtimizga yetkazish sizlarni sog' salomat bizning vazifamiz. Так что o'ylamasdan, cho'chimasdan telefon qilaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lmagan aka-ukalar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. O'zingizlarga полезный informatsiyalar kelib turadi, yangiliklar chiqib turadi. Like, подписка bosishni unutmanglar. Shu sog' bo'linglar, salomat bo'linglar yana bir bor. Avtobusda eng zo'ri bizda, unutmanglar shuni. Sog' bo'linglar yana bir bor.